Zhuge yamanmı, Simayi mi? Nurg'unlagan to'rdoshlar mendan mushu savolni so'radi. Nurg'un kishilar mushu savolning javobi qiziq ekan. Siz buning javobi qiziqamsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchaligini ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge bilan Simayi ashaddiy raqiblar va eng kuchli raqiblar deyishga bo'ladi. Undaqda Zhuge va Simayi zodi qaysi kuchli? Biz buni qanday tahlil qilamiz? Avval biz Zhuge tahlil qilib boqaylik. Zhuge bo'lsa, shu davlatninki eng chong huquqdori. Onun qo'lida barliq huquq bor. Qanday qilaman desa shunday qila oladi. Shunga u o'zining bu huquqi qo'lda bor vaqtda, o'zining umr bor vaqtda tezroq hujum qilib, ya'ni oldingi podshohning orzusini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Ammo Simayi bo'lsa, Veydurninki bir sanog'ini. Ammo uning qo'lida cho'ng amal yo'q. U oldirab Zhuge bilan urushib qolsa, yengilib qolsa jazolandi. Uni yengib olsa onun qo'lida huquq bo'lmaganligi uchun u asildagi holatiga, ya'ni puxra holatiga kelib qolish mumkin. Demak, Simayi o'zini kuchlantirish uchun cho'qim vaqtni keyniga so'zishi, asta-asta huquqni qo'lga olishi, changallash kerak. Demak, u Zhuge bilan uzun muddat tirikish orqali Vey davlatidan texmi ko'p askarga huquqqa erisha oladi. Shunga Simayi urush qilishni keyniga chekindirdi. Zhuge bo'lsa tezroq g'alaba qozonishni o'ylaydi. Shu sababdan Zhuge aldırab, işitildab, kasal sababidan o'lib ketadi. Simayi bo'lsa, huquqini kuchaytirish uchun to'xtamay keyniga chekinadi, urush qilmay yetib oladi. Shuning bilan uning huquqi bag'ansir cho'ng'ib, eng oxirgi g'alaba qozonuvchiga aylandi. Demak, hamda ikkisini silishtirgan vaqtda urush qilish va tadbir belgilash jihatda Zhuge'ning iqtidorli, yomon deyishib bo'ldi. Ammo jahondorchilik, ya'ni yashash san'ati jihatdan Simayini eng yomon deyishib bo'ladi. Agar shunga o'xshash jahondorchilik, qutuq, korxon boshqarishga oid uch podshohlikdagi sarxil mazmunlar qiziqsangiz, mening to'pimga kirib oling. Men Undidar topda uch podshohlik va korxonchilikni bog'lab turib, tafsiliy, sistemalik dars so'zlab beraman.